Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz, aziz kuzatuvchilar. Bugungi suhbatimiz ham sizlar uchun qiziqarli mavzuda bo'lib o'tadi. Bugungi suhbatdoshimiz Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi issiqlik ta'minoti tizimidan foydalanish bo'lim boshlig'i Solijon Qo'shoqov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'nggi paytlarda issiq suv ta'minoti uzilishi bo'yicha aholi tomonidan juda ham ko'p murojaatlar kelib tushmoqda. Bu bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Bugungi kunda bu eng asosiy savollardan, fuqarolar tomonidan, iste'molchilar tomonidan berilayotgan asosiy savollardan bittasi. Bunda berilayotgan savol, ya'ni issiqlik ta'minot tizimlaridan, ya'ni issiq suvdan uzilishlarga asosiy sabab biz kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik, ya'ni mavsumni tugatdik. Tugatganimizdan keyin bugungi kunda biz kuz-qishga 2021-2022 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida qozonxonalarimiz hamda issiqlik tarmoqlarimizni qaytadan tekshirib chiqamiz. Bunda ikki xil tipda uzilish bo'ladi. Bu uzilishlar avvaldan reja grafik asosida bosqichma-bosqich issiqlik ta'minoti oladigan hududlarda, ya'ni ogohlantirilgan holatda aholilarda bir hafta 5 kun oldindan ogohlantirilgan holatda uzilishlar bo'ladi. Bunda birinchidan massiv, ya'ni hudud uzilishiga birinchi sabab biz qozonxonani remontiga to'xtatganimizda, ya'ni tekushi remontga, ya'ni joriy ta'mirlashga, mukammal ta'mirlashga to'xtatganimizda bunda butun massiv to'xtatiladi. Yana bir uzilishlardan bittasi bo'ladi, faqatgina domlar yoki bir nechta dom yoki bitta dom, bir nechta 3 ta 4 ta domlar uzilishida bu biz asosan ya'ni o'sha domlarni issiqlik ta'minoti bilan ta'minlaydigan trassalarimizni tekushi joriy ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Bu maqsad nima? Bu yerda hozir bir hafta 10 kun to'xtatib issiqlik tarmoqlaridan uzilishlarni qilib to'xtatishdan maqsad nima? Aholiga yetkazib berishda bu turbalarimizni holatlarini mana bilib o'tdingiz, o'tgan yilda 1237 tadan ziyod nosozliklar yuzaga kelib, aholini asosiy sabablariga, e'tirozlariga sabab bo'ldi. Buni endi yana ham avariyalar sonini kamaytirish maqsadida avvaldan harakatlar boshlanib, bu trassalarda, qozonxonalarda tekshiruv ishlarini amalga oshiramiz hamda aholini kuz-qishga tayyorlaymiz. Bu trassalarimizni biz o'zimiz yaroqlilik muddatini sinab, yuzaga kelgan bu yerda promivka qilgan vaqtda joriy ta'mirlanganlarni ta'mirlab, boshqa to'g'irlaymiz bu yerda. Asosan o'tgan yilgi avariyalardan kelib chiqib olamiz. Biz asosiy e'tiborni o'tgan yilda ko'p avariyalar yuzaga kelgan tarmoqlarimizni ko'rib chiqamiz qaytadan. Keyin bu biz faqatgina biz qozonxonalarimizni yoki issiqlik tarmoqlarimizni qilishimiz bilan bu aholini uzluksiz issiqlik ta'minoti bilan tizimida ta'minlashga erishmaymiz. Nima sabab? Chunki asosiy ko'p kvartirali uylarda bo'ladigan bo'lsa, uy-joy shirkatlari raislari, boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan uylarda, ko'p kvartirali uylarda ichki tizimini promivka qilish kerak bo'ladi. Ya'ni tozalash, bosim ostida yuvish. Bu bosim ostida yuvish bilan faqatgina bu muammo hal bo'lib qolmaydi. Undan keyin bizni uy xonadon egalari tomonidan shu xonadonlaridagi mavjud radiatorlarni ham aholi tomonidan promivka, ya'ni yuvish ishlarini amalga oshirish kerak. Shundagina ham uy xonadon egalari radiatorlarni promivka qilishi, uy-joy shirkatlari tomonidan tik quvurlarni promivka qilishi natijasida bizni qilgan ishlarimiz, qozonxona va issiqlik tarmoqlarida mukammal joriy ta'mir qilgan ishlarimiz shundagina bizda effekt beradi. Ya'ni aholiga sifatli, uzluksiz issiqlik energiyasini belgilangan parametrda yetkazib berish imkoniyatimizni yaratadi. Biz faqat qozonxona, faqat trassani qiladigan bo'lsak, aholi tomonidan radiatorlarni to'g'irlamaydigan bo'lsa, tozalamaydigan bo'lsa yoki shirkatlar tomonidan ichki tik quvurlar promivka qilinmaydigan bo'lsa, o'z vaqtida bizni qiladigan ishlarimiz faqat razdel granitsa deydi, faqatgina biz dom tagigacha olib borib berish imkoniyatimiz bo'ladi xolos. Biz yetarli parametrdagi issiqlikni domni tagiga olib borib bergan taqdirimizda aholi hamda shirkat bilan birgalikda u ichki tizimlarni promivka qilinmasa, bu o'z navbatida past parametr qabul qilishiga olib keladi va aholini yana bir bor e'tiroziga sabab bo'ladi bu narsa. Demak, tushunishimcha, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik, ya'ni 2021-2022 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik o'tgan yilgiga nisbatan mukammalroq amalga oshirilmoqda. Albatta. Uning o'ziga xosliklari haqida qisqacha to'xtalib o'ta olasizmi? Bu endi o'ziga xosligi
bu mana kuz-qish aholiga kuz-qishni ta'minlashda mana o'tgan yili hukumat rahbari tomonidan berilgan topshiriqqa asosan har bir viloyat kesimida hamda Toshkent shahrining har bir tumani shahar kesimida qaror loyihalari ishlab chiqildi kuz-qish mavsumiga aholini tayyorlash bo'yicha. Bunda nima asosiy maqsad nima? Alohida qilishimizdan maqsad har bir tumanga alohida e'tibor berib, aholiga uzluksiz issiqlik yetkazib berish, kuz-qishda qiynalmaslik, har xil bir aholi e'tiroziga sabab bo'ladigan narsalarni oldini olish maqsadida yanada mukammalroq, yanada ziyrak holatda qarash tarmoqlardagi, qozonxonalardagi holatlarni mukammal bartaraf etish, yaxshilashga olib kelishga qaratilgan. So'nggi savolim, mana kommunal sohada so'nggi paytlarda juda ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu loyihalarning pirovard maqsadi, demak, aholining kommunal xizmatlardan mamnun bo'lishini ta'minlash. Issiqlik ta'minotida qanday loyihalar amalga oshirilmoqda? Juda o'rinli savol. Bu mana bugungi kunda biz o'tgan yilga nisbatan amalga oshiradigan ishlarimiz, loyihalarimiz bir qancha ko'proq mas'uliyatliroq. Chunki o'tgan yilga biz 5 tagina loyiha amalga oshirgan bo'lsak, yana bu yil 5 ta katta, yana Toshkent shahar, Toshkent viloyati hamda Namangan viloyatlari bo'yicha yangi qaror loyihalar ishlab chiqdik. Bu bo'yicha Toshkent viloyatida 1000 dan oshiq ko'p kvartirali uylarni qamrab olish, Namangan viloyati bo'yicha Namangan shahrida 350 ta ko'p kvartirali uylarni qamrab olish. Bundan tashqari Samarqand viloyatida amalga oshirilyapti. Farg'ona Marg'ilon shahrida amalga oshirilyapti. Chirchiq shahrida xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda amalga oshirilyapti. Buxoro shahri, Buxoro energiya markaz hududida amalga oshirilyapti. Bu o'z navbatida bizga 2021-yil yakuni bo'yicha 2200 dan ortiq ko'p kvartirali uylarda issiqlik energiyasi bilan ta'minlab olish imkoniyatini yaratadi. Ya'ni bunda 1873 ta ko'p kvartirali uylar aholi tiklansa, 1873 dan ziyod ko'p kvartirali uylar issiqlik energiyasi bilan ta'minlansa, 370 dan ortig'i issiqlik ta'minoti energiyasi yaxshilanadi. Bu nima degani? Bu 54% dan bugungi kunda issiqlik ta'minoti bilan biz 54% ta'minlab turgan bo'lsak, bu 59% ga yetadi degani.